Assalomu alaykum. Ey mehribon Parvardigorimning mu'min va mu'mina bandalari, qarang, yana bir chiroyli tongimiz otishdilar. Qarang, osmon qanchalik musaffo, oy ham osmonda, havo toza, yurtimiz tinch, farovon. Hamma joylar, hamma uylar, chiroyli binolar. Yurtboshimizga rahmat. Mana chili pomidorlarimiz ham gullashga keldi. Alloh rozi bo'lsin, mehnatlarimizni daromadini bersin. Dadam ekkan uzumlar, Allohimga shukrlar bo'lsin. Dadamning olmalari, daraxtlarga suv quyinglar. O'tganlar shu, qolganlar uchun yesin deb ekib ketishadi. Qarovsiz qoldirmang. Gullarga suv quying har kuni. Mana men namozda turib, gullarimga suv quyib, hamma yoqni shipirib, sidirib, tozalab, suvlarni sepib, namozda tursangiz, Alloh barokat beradi. Alloh farishtalar qo'llaydi. Qarang, go'zal gullarni. Allohimga shukrlar bo'lsin.